ki bismillah, xolis niyatim hamroh. Nasib aylasa Allah, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Borligimga sababim, mehri ko'nglim tarafim, farzim qarzim sharafim. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida, menga eng ulug' foyda. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening. Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Yaldagi manzilimiz Samarqand tumani Arabxona mahallasi bo'ldi. Sirojiddin akamni 60 yoshlari, turmush o'rtoqlari Saodat opamni 57 yoshlar bilan tabriklaymiz. Birinchi galda qizlari Ruhshona opam, Sitora opam, o'g'illari Anvar akam, Akmal akam, kelinlari Nigor opam, Marjon opam nomlaridan va barcha nabiralari nomlaridan birgalikda xursandchilik bildiramiz. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli qadrli bola, qadrdonlar, barchangizga albatta Ramazon oylari muborak bo'lsin deymiz. Bugun chiroyli, fayzli koshonaga qadam rejida qilishimizning eng asosiy sababchisi bo'lgan Sirojiddin akamni, qolaversa Saodat opamni davra markaziga chorlab qoladi. Shu yerda bo'lsalar, qarsaklar bilan birgalikda marhamat. Assalomu alaykum. Avvalambor Sirojiddin aka, assalomu alaykum. Bugungi tavallud bayramlar Saodatona, bugungi xursandchiliklar muborak bo'lsin. Tavallud bayramlar, qo'shaloq bayramlar muborak bo'lsin. Bugun aynan sizlarni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun sizga bir-biridan mehribon farzandlaringiz, birinchi galda qizingiz Ruhshona opam, qolaversa Sitora opamlar, o'g'illaringiz Anvar akam, Akmal akamlar, kelinlaringiz Nigor opam, Marjon opam, barcha nabirlar nomlaridan bugun bir-biridan chiroyli sovg'a salomlar bilan tashrif buyurganmizki, nimagaki ancha bo'ldi akam opamdan murojaat qildilarki, yaqinda xonadonimizga tashrif buyurasiz, bizlarni jondan aziz bo'lgan otajonimiz, onajonimiz, ya'ni dadajonimiz, bejonimizni tavallud ayyomlari, qo'shaloq bayramlari. Avvalambor dadajonimni 60 yoshlik yubileylari bilan tabriklab qo'ysangiz, bejonimni tavallud ayyomlari, tug'ilgan kunlari bilan tabriklab qo'ysangiz, eng chiroyli sovg'alarni keltirsangiz, nimagaki biz uchun bor umrlarni baxshida etgan, biz uchun umrlarni mehnatda o'tkazgan dadajonim, bejonimga kattadan katta rahmatlarimizni yetkazib qo'ysangiz. Xohlardimki dadam bilan buyim eng kamida 100 yoshlarni qarshi olsinlar, uzoq umr ko'rsinlar, hayotda hech qachon dard, qayg'u, alam ko'rmasinlar. Nimagaki bizlarni mana shu darajaga keltiramiz deb qanchadan qancha qiyinchiliklarni ko'rdilar, qanchadan qancha mashaqqatlarni chekdilar. Avvalambor dadajonimga, bejonimga chiroyli sovg'alarni keltirasizlar. Avvalambor hurmatli onajonlarimizga chiroyli gullarni taqdim etamiz. Bugungi tavallud ayyomlar sizga muborak bo'lsin. Marhamat, chiroyli gullar siz uchun. Saodatona chiroyli gullar muborak bo'lsin. Siz ham albatta gullar kabi har doim chiroyli bo'lib yuring. Albatta Sirojiddin aka bilan birgalikda qo'shiqlar, birgalikda chiroyli o'nzaralik qilib, albatta Sirojiddin aka 60 yoshlik yubileylar o'tgan bo'lsa-da sizga ham muborak bo'lsin. Albatta akamlar, opamlar nomidan aynan siz uchun dunyodagi eng chiroyli, eng muqaddas sovg'alarimizdan biri buyuk Alloh taoloning kalomlari tushirilgan, insonni iymonini yanada mustahkam qiladigan melodiy 611-yilda nozil bo'lgan, ismi Furqon laqabi majid bo'lgan Qur'oni Karim kitoblari, joy namozlar, tasbihlar komplektatsiya aynan siz uchun. Farzandlaringizni duo qilasiz deb umid qilamiz.
Rahmat, albatta bir-biridan chiroyli sovg'a salomlar muborak bo'lsin. Keldagi chiroyli sovg'a albatta Saodatona aynan siz uchun keliningiz Marjona opam nomlaridan chiroyli tilla uzuklar bo'lgan va opamni shaxsan o'zlarini taklif qildim. Chiroyli qilib taqib qo'ysalar, qarsaklarida bir chiroyli sovg'a salomlar sizlarga muborak bo'lsa, hali bu hammasi emas. Keldagi chiroyli sovg'a aynan sizlar uchun albatta oradan mehribon o'g'il qizlaringizni aynan sizlarga atalgan qalblaridagi sovg'alari, yuraklaridagi dil izhorlari bor. Agar mayli desangiz men o'qib beraman. Albatta farzandlar nomidan aynan sizlarga atalgan to'rqatar izhorlari. Boshga tushsa nogahon tashvish, jigarlar ham yuzil bo'larkan. Bo'lsa hamki el aro mishmish, onang yig'lab otang kuyarkan. Qulaganda baland bir qoya, otang berib chinordek soya. Tug'ilmagan dardingga doya, onang yig'lab otang kuyarkan. Hayotingdan kelsanga nolib, dardlaringdan dasturxon solib, bolam deb bag'riga olib, otang yig'lab onang kuyarkan. Taskin berar xonangga kirar, qalb og'rig'in bildirmay sira, ko'z yoshlardan ko'zlari xira, onang yig'lab otang kuyarkan. Chiroyli sartalar farzandlaringizdan qolgan ko'ngil qilib olasiz. Yana bir bugungi xursandchiliklar, bugungi bayramlar muborak bo'lsa, albatta Smartinamak Saodat opa hali bu hammasi emas. Aynan sizlar uchun yana bir chiroyli maxsus sovg'amiz bor. Ya'ni farzandlaringizni talab va istaklarga binoan davramizda Samarqand viloyatida estrada yo'nalishida mutlaq g'olib bo'lgan ajoyib bugun ijodkorimiz bor. Ham xonanda, ham sozanda Sherbekjon Ravsharxi davra markaziga chorlab qolamiz. Aynan sizlarga atalgan chiroyli jonli tarzdagi taronalar bilan Sherbekjon davom ettiradi. Lekin undan oldin aynan sizlar uchun yana bir chiroyli maxsus sovg'amiz bor ekan. Ya'ni aynan sizlarga atalgan chiroyli esdalik sovg'alari bitta qarsaklar sadosida albatta Sherbekjon Ravsharxi qo'shilamiz. Assalomu alaykum otajon. Bugungi tavallud ayyomingizni tabriklayman. Marhamat, siz chiroyli qo'shiqlar davom etamiz. Farzandlaringiz tomonidan yaxshi chiroyli qo'shiqlar. Turibman qaddim kirib, g'urur top qoyasidan, yuribman davrim surib, qadam soyasidan. Ravon umr yo'llarim, gulzar suvlarim, ko'kaytar qo'llarim, dadam soyasidan, dadam soyasidan, dadam soyasidan.
bo'lsam boshimda parvona omonatim yolg'izginam bir dona bu dunyoda mening uchun yagona qardoshligim dardga polvonim onam tunda bedor yo'lim yazor bo'lma bemor onajonim boladay beg'ubor bo'lma bemor onajonim dardingizga yutib yuribsan ko'z yoshingni tutib turibsan dardingizga yutib yuribsan ko'z yoshingni tutib turibsan xastaliging bildirmay menga ona meni aldab yuribsan xastaliging bildirmay menga ona meni aldab yuribsan tunda bedor yo'lim yazor bo'lma bemor onajonim boladay beg'ubor bo'lma bemor onajonim marhamat mening aziz umidvorim ko'zimning nuri onamdir suyanganim dilxumorim ko'zimning nuri onamdir mening aziz umidvorim ko'zimning nuri onamdir suyanganim dilxumorim ko'zimning nuri onamdir menga oltin zar kerakmas menga dunyolar kerakmas baxtimga onam bo'lsa bas ko'zimning nuri onamdir menga oltin zar kerakmas menga dunyolar kerakmas baxtimga onam bo'lsa bas ko'zimning nuri onamdir yonginamdan hech silmagan allanabdinim bilmagan hech kimlardan kam bilmagan ko'zimning nuri onamdir yonginamdan hech silmagan allanabdinim bilmagan hech kimlardan kam qilmagan ko'zimning nuri onamdir menga oltin zar kerakmas menga dunyolar kerakmas baxtimga onam bo'lsa bas ko'zimning nuri onamdir menga oltin zar kerakmas menga dunyolar kerakmas baxtimga onam bo'lsa bas ko'zimning nuri onamdir ko'zimning nuri jonli tanzil qo'shiqlar aynan sizlar uchun yangradi. Yana bir bor bugungi bayramlar muborak bo'lsin. Kelgindi davramizga aynan sizlar uchun keltirilgan chiroyli tortlarni chorlab qolamiz. Birgalikda yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilamiz. Xudo xohlasa kelgusi yil mana shu damlarga qadar o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringiz amalga oshadi deb umid etaman. Turib kutib oling, konsert bor. Albatta hammamiz birgalikda yaxshi tilaklar qilamiz. Marhamat, konsertlar bilan birgalikda. Birinchi galda hurmat va ehtiromli mikrofonni Sirojdan aka sizga bersam, albatta Saodat opamga chiroyli tilaklarni birinchi galda sizdan kutib qolamiz. Marhamat. Yaxshi tabrik qiling, marhamat. Nasib etaman. Mikrofon nasib etaman. Kampir sadbalaro beshi qarikli bachakon brash daroshad rahmat ruhshonova va kellam ham duxtarim ham pisarim ham hamma shu umri darozda rizqi faroqda hamma otamga rahmat kalomat Salman boshida xatsagotar onajon marhamat chiqarib berishimiz salom etaman.
خیر مالا السلام علیکم خوش آمدید همتون من دخترم خودم دادرم بچم هم موشم همیشه شتین بچم کتی هم مشق شکری که گرده حضوری بچه شدیده گرده روشانه هم صاف سلامت که کار که بیاد خونش با توی تماشا کنه همتون خوش آمدید رحمتی کلام salomat bo'ling. Albatta kelgandik, kelgandagilar borda chiroyli sho'xtalarga beramiz. Birgalikda raqsga tushamiz. Marhamat. Birgalikda raqsga tushamiz. Barchalar davra markaziga chorlab qolamiz.
va salomat bo'ling. Albatta kelganda hammamiz yaqinroq turib olamiz. Albatta birgalikda rasmlarga tushib olamiz, lekin undan oldin bitta chiroyli dil izhorlari bor ekan, marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar. Ilohim همین کم کتی کلنمو امروز درجهشون با 100 و درو عمرش دراز رزقش فراخ شود دادیم کتی پیم خوب دوشت گرفتگی اینو الهی پشت قلی کنم بچه کاش حضورش بیند و این همه نیوره ایوره چیوره هم رسونم الهی مهر اقوات همه وقت کنده نشود و دادر جانکی دلم همه وقت با خبر الهی عمرش دراز رزقش فراخ شد هم ماتون فقط رزقای نیک هم که پیو بگردیم رحمت السلام علیکم، خوش آمدید مهمانای عزیز. داداجان بیجان تبریک میکنم. صد بدرتان وقتی مانو دیده گردتان مانا میلویم شما برین شده گرده بیجان شما بر رحمت همین قد ندانستگی و یاد داده نظمه مل کده گنده ما روز کده از برای همه شما بر رحمت همین مانا جاگه مل ببینیدان الهی این سفر عمره بفرساندن نصیب کند. Kendine bağlı fantazisi gidelim. Havamız yakın turib olamiz. Estalgicha birgalikda rasmlarga tushib olamiz. Shu bilan bir qadamda yana bir bor chiroyli jonli efirdaga albatta tanlovlarda Sherbekjondan kutib qolamiz. Barcha yig'ilgan hurmatli mehmon mezbonlarga bugungi oqshomingiz xayrli bo'lsin deymiz. Xizmatingizda Raziyatlar jamoasi bo'ldi. Rahmat barchaga.